Kadr kamerang tiniqmi? Vaqtni o'sha hepsiga chiqarish kerak. Ha biror, ikkovlaring ham kelinglar-chi. Ha biror, o'ljas. Kelinglar bu yerga. Assalomu alaykum hurmatli bugungi bayram ishtirokchilari. Albatta buni yigitlar tashabbus ko'rsatib, mana yaqinda o'tgan Open byudjetda butun ikkita loyihani, butun qishlog'imiz ahlini, polvonlari yu yigitlari, qariya keksa yoshlari hammasi harakat qilib yutishdi. Shuni munosabati bilan bir ehson qilaylik, eldan bir duo olaylik deb turibdi. Mana shu bugun shunday bir kun ijobat bo'lib turibdi. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz obod bo'lsin. Albatta tinch yurtlarda mana shunaqangi bayramlar yarashadi. Hammani xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin. Bu albatta muhtaram yurtboshimiz ta'kidlaganday, xalqni bir-biriga jifs qilish, bir-biriga bardavom qilish maqsadida mana shunaqangi bir loyihalarni butun rahbarlar o'ylab amalga oshirdiki, xalq bir-biriga mehr oqibati oshadi deb. Albatta shuning natijasida mana bugun qishlog'imizda ikkita loyihani butun xalqimizning harakatlari bilan g'alaba qozonib yutib turibmiz. Shuni hisobidan yaqinda albatta loyihalar boshlanadi, yo'llarimiz ravon bo'ladi. Albatta qishloqning ichiga quriladigan stadionda butun xalqning yukini yelkasida ko'taradigan ajoyibday kunlarga diydorlashganimizga shukronalar aytishimiz kerak. Har bir davlatlarda har xil holatlari bo'layapti. Ilohim Alloh ularning davlatlarida ham tinchlik hukmron surishini Xudodan so'raymiz. Hamisha yaxshi kunlarda, to'ylarda diydorlashishimizni Xudoning o'zi nasib ro'za aylasin. Hammalaringizga rahmat. Ilohim mana bunda harakat qilgan yigitlarning hammasiga kattadan katta rahmat aytamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Albatta ehsonlari bor, ehsonlaridan keyin yana o'yinlarimiz bor dedi. Albatta shu o'yinlarni ham tomosha qilamiz. Ilohim mana hozir qishlog'imizga qo'shni qishloqdan ajoyib hofiz bizni buvamizning o'g'li Bahrom Mahmudzoda ukamiz kelgan. Albatta ukamizning qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz. Albatta bu yigitning qo'shiqlarini ham ko'pchilik ko'p yerda eshitaman deb tasavvur qilib izlab yuradi. Ilohim shunday kunlarga kelib turibmiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugungi barcha Xo'shali ahli, qo'shni mahalladan kelgan aholilar, sizlarga bir nima demoqchiman? Bugun bir ajoyib kun bo'layapti, bir betakror kun. Mana bu Xo'shali g'alaba bo'lib turibdi. Mana bu elimizda yanvardan beri mana faqat yaxshilik bo'lib kelyapti. Xudoga behisob shukrlar aytamiz. Albatta mana bu ihson qiladigan tadbirkorlarimiz ham har bir oila shu ihsonni nihoyatda ko'p bo'ldi. Mana shu yangi Navro'zdan beri, yangi yildan beri mana bir qariyb 1 milliardga yaqin ihson bo'lib ketdi deb bilgan bilmaganimiz. Shu ihson qilayotgan insonlarning biriga mingiga tumonlar, dunyolar bersin. Alloh kuch-quvvat bersin. Mana bu Navro'z chikalarimiz ham katta ihson qildi. Hammamiz bilib o'tiribmiz, takror aytyapmiz. Xudo kuch-quvvat bersin. Bularning iqbolini bersin. El xalqimizga kuch-quvvat bersin. Yaqinda bo'lgan mana shu ikkita loyiha bo'yicha qariyb 3 milliard 200 million so'm yutuqqa erishib turibmiz. Bu juda katta jarayon. Bizga bir shu kelayotgan ro'za Ramazon oylarida bo'lgan, Navro'z oyamlar orasida bo'lgan juda katta bizning Allohdan mukofoti deb bilamiz. Bu albatta Alloh yo'limizni ochdi. Mana shu yerda iftor qilib berib turib, 10 kun davomida elimiz qanday xursandchilik, qanday yaxshi ko'ramiz. 10 kun shu yigitlarga xizmat qilganlarda shu yerga kelib turib iftorlik qilib, hoji akalarimiz, hoji bobolarimiz, mulla bobolarimiz, beshata oqsoqol barcha kayvallar kelib oqshom bilan duoni berib 12 gacha mana shu yerda turdi. Bularga Xudo kuch-quvvat bersin. Mana shunday yo'lboshchilarimiz bor. Bizning elimiz hech qachon iki yerda qolmaydi. Mana Open byudjet boshlangandan beri bari safarda yurgan o'g'ilmi, qizmi, yilda ishlab turgan yigitlar bor. Barchasi yonimizda turdi. Ayollarimiz mana matonat ko'rsatib, kecha kunduz aloqaga chiqib, shuni yutay qanday bo'lsa deb tadbirkorlarimiz yonimizga keldi. To'g'ri, nima bo'lganda o'tyapti. Undan tashqari mana bizning atrofimizdagi qo'shni mahallalar, O'tamali, Talaqtepa, Sho'rvozor, Harduri bu mahallalar ham bizlarga yaqindan yordam berib, mana bor deb bolalar yig'ib nimalarga yordam berdi. Bularga ham juda xalq nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Bularga ham Xudo kuch-quvvat bersin. Marakamiz ham, to'yimiz ham hammasi ham birmiz. Bundan keyin yana ham jipislash harakat qilishga yondoshamiz. Xudo xolasa Xudo kuch-quvvat bersin. Mana hoji akamiz aytgandek, muhtaram prezidentimiz bizlarga juda katta yo'l ochib berdi. Chunki xalqning birligi, jipisligidan bu loyiha kelyapti. Birlashmasa xalq hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bizlarga qancha narsalar bo'lyapti, qancha yo'l, qancha maktab, qancha bog'cha, rahmat, hamma narsamiz mukammal